Mercedes-Benz haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Mercedes-Benz 1926-yilda DMG va Benz-Kay kompaniyalari birlashishi natijasida tashkil topgan. Kompaniyaning nomi Mercedes Jelnik ismli qiz sharafiga qo'yilgan. Carl Benz 1886-yilda dunyodagi birinchi avtomobil Benz Patent Motor Wagon'ni yaratgan. Daimler va Benz aslida bir-birini tanimasdi, lekin ularning kompaniyalari keyinchalik birlashgan. Mercedes-Benz logotipidagi 3 qirrali yulduz quruqlik, suv va havodagi transportni ifodalaydi. Mercedes-Benz dunyodagi birinchi avtomobil dvigatelini yaratgan. Kompaniya 1931-yilda birinchi bo'lib to'liq mustaqil osma osiyali avtomobilni chiqargan. 1959-yilda Mercedes-Benz crash testlarini muntazam o'tkazgan birinchi kompaniya bo'ldi. 1978-yilda ABC Anti-Lock Braking System tizimini ishlab chiqardi. 1981-yilda birinchi bo'lib havo yostig'i airbag bilan jihozlangan avtomobil chiqardi. Mercedes-Benz 300 SL 1954-yil dunyodagi birinchi yo'l tanlama sport avtomobili edi. Mercedes-Benz C-Class dunyodagi eng xavfsiz avtomobillardan biri edi. G-Class Geländewagen eng chidamli va off-road avtomobillaridan biri. Mercedes Maybach S-Class Ultra Lux sedani hisoblanadi. AMG1 Formula 1 dvigatelli yo'l avtomobili. Mercedes-Benz 1954-yildan beri Formula 1da ishtirok etib keladi. Mercedes AMG Petronas jamoasi 2014-yildan 2020-yillarda 7 marta ketma-ket chempion bo'lgan. Lewis Hamilton Mercedes-Benz bilan 7 marta dunyo chempioni bo'lgan. Mercedes-Benz V196 F1 tarixidagi eng kuchli mashinalardan biri edi. Mercedes C11 1990-yilda sport avtomobillari bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Mercedes-Benz dizayn falsafasi Sensual Purity, hissiy tozalik deb nomlanadi. Maybach Mercedes-Benzning eng hashamatli brendi. AMG Mercedesning yuqori unumdorlikka ega avtomobillarini ishlab chiqaradi. Mercedes-Benz aerodinamikani takomillashtirish bo'yicha yetakchi kompaniyalardan biri. Mercedes Vision After Avatar filmini ilhomlantirgan futuristik konsept kar. Mercedes-Benz dastlabki avtomatik uzatmalar qutisini ishlab chiqargan. Pre-Safe tizimi avtohalokat oldidan yo'lovchilarni himoya qiladi. G-Tronic Plus tizimi ilg'or adaptiv cruise control texnologiyasidir. Night Vision Assist tunda yaxshiroq ko'rishga yordam beradi. Ubux Mercedes-Benzning zamonaviy multimedia tizimi. Mercedes EQC brendning birinchi elektrik krossoveri. Vision EQXX 1000 km masofani bosib o'ta oladigan elektr avtomobil. Mercedes-Benz 2023-yildan boshlab faqat elektr avtomobillar ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Mercedes B-Class vodorod yonilg'isida ishlovchi model. Mercedes-Benz EQC hashamatli elektr sedan. Mercedes-Benz dunyodagi eng katta avtobus ishlab chiqaruvchilardan biri. Mercedes Actros eng ilg'or yuk mashinalaridan biri. Mercedes-Benz Sprinter dunyodagi eng mashhur tijoriy mikroavtobuslardan biri. Mercedes-Benzning Unimog har qanday sharoitlarga mos yuk mashinasi. Mercedes-Benz Future Truck 2025 avtonom yuk mashinasi loyihasi. Papa Rimska va Mercedes-Benz avtomobillaridan foydalangan. Kim Kardashian, Floyd Mayweather va Cristiano Ronaldo Mercedes Maybach egalari. Mercedes-Benz muzeyi Stuttgart shahrida joylashgan va 160 dan ortiq avtomobillar namoyish etiladi. Mercedes-Benz har yili 2 milliondan ortiq avtomobil sotadi. Daimler kompaniyasi Mercedes-Benz brendiga egalik qiladi. Mercedes-Benz 220si birinchi xavfsizlik zonalariga ega avtomobil edi. Mercedes-Benz 600 diktatorlar va shou biznes yulduzlari orasida mashhur bo'lgan. 1991-yilda Mercedes-Benz birinchi bo'lib ESP elektron barqarorlik tizimini ishlab chiqardi. 1995-yilda brend dvigatelini to'liq o'chirmasdan to'xtash imkonini beruvchi start-stop tizimini sinovdan o'tkazdi. G-Class 1979-yildan beri ishlab chiqariladi va dizayni deyarli o'zgarmagan. 1980-yillarda Mercedes-Benz C111 turbina dvigateli sport avtomobilini sinovdan o'tkazdi. Mercedes-Benz dunyoda birinchi bo'lib dizel yoqilg'isida ishlaydigan bitta yo'lovchi avtomobilini yaratdi. Mercedes-Benz Silver Arrows kumush o'qlar poyga mashinalari 1930-40-yillarda mashhur edi. Mercedes Maybach C680 va 12 dvigatel bilan jihozlangan eng hashamatli modellardan biridir. Mercedes-Benz EQC'ning ixchamroq elektr versiyasi. Brendning klassik avtomobillari millionlab dollarga baholanadi.
Mercedes-Benz har yili millionlab avtomobil ishlab chiqaradi. Mercedes-Benz avtomobillari dunyoning 90 dan ortiq mamlakatlarda sotiladi. G-Class eng qimmat versiyasi Mercedes-Maybach G650 Lounge. Mercedes-Benz avtomobillari F1 va DTM poygalarida ishtirok etadi. 2023-yilda Mercedes-Benz elektr avtomobillariga to'liq o'tish rejasini tasdiqladi. Mercedes-Benz V140 C-Class birinchi bo'lib o'z-o'zini yopadigan eshiklar bilan jihozlandi. G-Classning maxsus versiyalari harbiylar uchun ishlab chiqariladi. Mercedes AMG GT Formula 1 xavfsizlik mashinasi sifatida ishlatiladi. Mercedes Vision EQC Electric sedan konsepsiyasi. C-Class dunyodagi eng ilg'or xavfsizlik tizimlariga ega avtomobillardan biri. Mercedes-Benz EQB elektr oilaviy krossoveri. Mercedes 1997-yilda I-Classda ilk bug'u testi muvaffaqiyatsiz natija ko'rsatgan, lekin keyinchalik uni to'liq qayta ishlab chiqishgan. Mercedes-Benz 300 SL dunyodagi birinchi benzinli to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i quyish tizimiga ega edi. Mercedes-Benz Citaro Yevropadagi eng mashhur jamoat transporti avtobuslaridan biri. Mercedes-Benz Actros avtomatik harakatlanish tizimiga ega yuk mashinasidir. Brendning Smart avtomobil seriyasi Daimler bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan. Mercedes-Benz avtomobillarida sun'iy intellekt yordamida boshqariladigan tizimlar mavjud. AMG bo'limi maxsus yuqori unumdorlikka ega avtomobillarni ishlab chiqariladi. Mercedes avtomobillari dunyodagi eng yuqori standart sifatga ega. Mercedes-Benz birinchi bo'lib dizel dvigatelli sedan yaratgan. Kompaniya Germaniyaning Stuttgart shahrida joylashgan. Mercedes-Benz har yili o'nlab yangi modellari bilan bozorda yetakchilik qiladi. Mercedes-Benzning ko'plab modellarida yog'och va qo'lda ishlangan charm ishlatiladi. EQC brendning birinchi elektr krossoveri sifatida e'lon qilingan. Mercedes-Benz A-Class dunyodagi eng ommabop biznes sedani hisoblanadi. Brendning ba'zi modellarida ichki yoritgichning 64 xil varianti mavjud. AMG Black Series modellari brendning eng ekstremal avtomobillari hisoblanadi. Mercedes-Benz dunyoda birinchi bo'lib dizel gibrid sedan ishlab chiqargan. EQXX prototipi 1000 km masofani bitta quvvat bilan bosib o'tishi mumkin. Mercedes-Benz SLR McLaren eng tezkor superkarlar qatoriga kirgan. Mercedes-Benz EQC avtomatik eshik yopish tizimiga ega. Mercedes-Benz SL Class hashamatli sport avtomobili hisoblanadi. Kompaniyaning ba'zi yuk mashinalari to'liq elektr versiyaga ega. Mercedes-Benz F105 avtonom avtomobil konsepsiyasi. G-Classning SUV versiyalari har yili yangi variantlar bilan kengayib boradi. Mercedes-Benz o'zining original ehtiyot qismlari sifati bilan mashhur. Maybach Pullman modeli davlat rahbarlari uchun yaratilgan. Mercedes-Benz EQG elektr G-Class modeli bo'lishiga rejalashtirilgan. Mercedes-Benzning birinchi avtomobili atigi 16 km/soat tezlikka ega edi. F1 uchun ishlab chiqarilgan Mercedes dvigatellari sportda eng kuchlilaridan biri. Mercedes EQT elektr mikroavtobus modeli. Mercedes-Benz shiori The Best or Nothing. Eng yaxshisi yoki hech narsa. Mana do'stlar, bugungi 100 ta fakt ham tugadi. Keyingi video kim haqida bo'lishini kommentariyada yozib keting. Xayr, salomat bo'ling.